Sohibjon Boboyev. Birinchi variant 10 masala. 100 gram X foizli mis sulfat eritmasi tuz tugaguncha elektroliz qilinganda X foizli eritma hosil bo'ldi. Anodda ajralib chiqqan gaz necha gram misni oksidlash uchun yetadi? Demak, 100 gram. Hop, demak, massa olishga olsam, buni 1 desam. Xo'sh, demak, menda 160x ichida tuz bor degan bo'lsam, foiz ulushi nechaga teng bo'ladi? A deydigan bo'lsam, 160x taqsim 100, ya'ni massa ulushi shunga teng bo'lgan. Va hosil bo'lgan sulfat kislotaning ham massa ulushi shunga teng bo'lgan. Hop, buni demak, mis sulfatni elektrolizni yozamiz. Mis sulfat plus elektroliz qilinganda mis plus sulfat kislota hosil bo'ladi 1 taqsim 2, demak kislorod. Kamayish demak 1 moldan kamayish nechaga bo'ladi? Mana bu 64, bu 16 bo'ladigan bo'lsa 80 ga kamayish bo'ladi. Ya'ni 160 dan 160x dan esa 98x sulfat kislota hosil bo'ladi va kamayish 80x ga bo'ladi. Xo'sh, demak tenglamani tuzishimiz kerak. Hop, eritmani foiz konsentratsiyasi 160 taqsim 100 ga teng bo'ladi, ya'ni x bor. Va hosil bo'layotgan ichida 98x demak sulfat kislotasi bor va 100 gram eritma bor edi, bundan 80x kamayadi. Xo'p, mana tenglamani tuzib oldik. Demak 100 bilan 98 joyini almashtirsam bo'ladi bu yoqda. Yokida tepani o'zida ham qilsam bo'ladi. X bilan x ni qisqartirsam bo'ladi mana shu joyda. Demak, mana buni x bilan, mana buni x ni qisqartirib olsam bo'ladi. Ya'ni joyini almashtirsam ham maqsad x ni qisqartirishda. Tepada bo'lgani uchun ikkalasini ham tepada qisqartirsam ham bo'ladi. Hop, x bilan x qisqarib ketsa tepada 98 qoladi, pastda 160. Hop, demak buni yana qisqartirsam bo'ladi. 98 ni demak 2 ga qisqartirsam 49 bo'ladi. 160 ni esa 2 ga qisqartirsam demak 80 bo'ladi. 80 bilan 100 ni yana qisqartirsam bo'ladi bunaqasiga ham. Buni demak 2 ga qisqartiradigan bo'lsam 50. Hop, buni 2 ga qisqartiradigan bo'lsam 40. Nollarni ham qisqartiradigan bo'lsam 5 ga 4 qoldi. Ya'ni nima qoldi tepada? 5 ko'paytirilgan 49 bunaqasiga. Mana bu o'q bo'yicha 5 ko'paytirilgan 49 qoldi. Bu o'q bo'yicha esa 4 ko'paytirilgan 100 minus 80 x qoldi. Xo'sh, demak boshqa qisqaradigan son qolmadi. Shuning uchun buni qisqartirmasdan 5 ni demak 49 ga ko'paytiradigan bo'lsam 492 ga bo'lgan bilan barobar 245 bo'ladi. Barobar 4 ni 100 ga ko'paytirsam 400 minus 4 8 ga ko'paytiradigan bo'lsam 32. 320x degan. Hop, demak x bu yoqqa o'tadi. 320x barobar 400 dan demak 245 ni ayiradigan bo'lsam 155 qoladi. 155. Hop, x teng 155 taqsim 32. Hop, ikkalasini ham 5 ga qisqartirsam tepada demak 31 qoladi. X teng 31. Hop, 320 edi bu. 320 ni 5 ga qisqartiradigan bo'lsam 64 bo'ladi. Ya'ni x shunga teng. Hop, x menda mana bu joyda 16x
kislorod hosil bo'layotgan edi desam, x'im demak, xo'sh, nechaga teng bo'ldi? 31 taqsim 64 bo'ladigan bo'lsa, buni ko'paytirishim kerak 16 ga. 16 ga qisqaradi, 4 ga 1 bo'ladi. 31 taqsim 4 gram kislorod hosil bo'lgan. Demak, bu reaksiyaga kirishadigan bo'lsa, mis bilan mis plus demak kislorod, mis oksidi hosil bo'ladi. Mana bu joyga 1 taqsim 2 qo'ysam, reaksiya tenglashadi va mana buni massasi 16 ga 64. Bizda hosil bo'layotgan massasi esa 31 taqsim demak 4. Buni topishim kerak. Misni massasini A deb topadigan bo'lsam, 64 bilan 16 ni qisqartirsam 4 ga 1 bo'ladi. Demak 31 taqsim 4 ni ko'paytirishim kerak mana bu 4 ga. 4 bilan ham 4 qisqarib ketadi-da, tepada 31 ni o'zi qoladi. Mana bu joyda qisqartirsam ham bo'lardi, mana. Bunday qilib qisqartirib qo'ysam, tepada 31 gram misni o'zi qoladi. Demak, to'g'ri javob bizda C variant to'g'ri hisoblanar ekan.